İkincisi idraklik mudofaa deganimiz shu. İdraklik mudofaa deganimiz qarshi fikrlar bo'lsa, uni mudofaa qilib yo'q chiqaradi, faqat bo'lmaganda xato chiqaradigan gap. Masalan, sizning ko'z qarshingizda men bir nachar odam bo'lsam, siz menga ishongan bo'lsangiz, siz aplab-saplab mening ish izlarimning ichida nacharlikni isbotlaydigan nuqtalarni topsiz. Yoki ba'zi narsani burmlab shunday tushundirsiz. Bu ayollar o'tirsin ko'p uchraydi. Agar bir ayol o'zining yo'ldishini nachar yoki yo'ldan ezib qoldi deb ishonsalar, u barliq usullar orqali shu xil ko'z qarshini isbotlaydigan uchurlarni izlaydigan gap. Shunga biz ko'pincha vaqtlarda bu xil aldam xatoga tushganligimiz uchun biz eski deb qaragan odamni yaxshi taraflarini asosiyatini ko'rmaymiz. Uningdan amal bor jiroq turishga diqqat qilamiz. Uning yaxshiligini isbotlaydigan uchurlar bo'lsa, darhol mudofaa usuli orqali nima qilamiz desa, buni deymiz. Endi odamning eng chong ojizligi nima desa, odamning eng chong ojizligi o'zining xato bo'lib qolishidan bek qo'rqadi. O'zining xato bo'lib qolishidan bek qo'rqadi. Ammo esingda bo'lsin, bilim menga qachon yuruydi deganda, sizlar to'g'ri deb qolgan ko'z qarashni isbotlanish orqali sizning bilimingni oshmaydi. Ya'ni burun sizlar xato deb qolgan ko'z qarashlarningmi asli to'g'ri ekanligini bilgan vaqtinglarda menga echiladi. Bu nuqta alayda diqqat qilinglar. Yana bir qatim tushuntirib qo'yay. Ya'ni bir odamning bilimi hargizmi mushu to'g'ri edi degan ko'z qarashi isbotlanaversa, uning bilimi oshmaydi. Balki mushu ko'z qarashing xato bo'lishi mumkin degan nuqtalarga nihoyat bir xil ilmiy holda qarab, to'xta, mushu to'g'ri bo'lib qolmasin yoki mening mushu ko'z qarashim xato bo'lib qolmasin yoki men xato degan ko'z qarash to'g'ri bo'lib qolmasin deb oningga ancha-muncha tushunishga qarab taraqqiy qilgan vaqtinglarda ondan menga echiladi. Hozirgi jamiyatda nima bor desa, mayli maqolalar bo'lsin, nurg'un odamlarning yozgan narsalarida faqat shu odamlar aslida ishni bo'lgan narsalar to'g'risida yozganlik uchun kishilarning buning bilimini kengaytirish hech qanday zo'r foydasi bo'lib qolmaydigan. Masalan, onani hammadan yaxshi ko'rdi, ota-onani qadrlashni hammadan yaxshi ko'rdi. Shu ota-ona to'g'riliq madiyalab naqsh aytilsa yoki ota-ona madiyalab maqol yozsa, buni hammadan qabul qiladi. Chunki u aslida ota-onaning muhimligiga ishonganlik uchun bunday uchurlarni tez qabul qildi. Agar hamda ota-onaning xatoligi borligi, ota-onaning unchalar mukammal emaslik to'g'ri uchurlar qarshi bo'lsa, odamlarda tabiiy buningga qarshi inkas bildirildi. Bu jihatda Darwin eng utuq qozongan odam, Darwin o'zining tajribalarida, ya'ni flora va fauna yig'ayotganda, flora va fauna degan nima esa toshqa aylangan o'simlik bilan toshqa aylangan hayvonlarning toshlarini yig'gan vaqtda qanday isbotlarga eng diqqat qiladi desa, o'zining nazariyasining xato ekanligini isbotlay oladigan isbotlar bo'lib qolsa, buningga qizg'inlik bilan chiqdi. Diqqat qilinglar, Darwin hargizmi o'zining nazariyasining to'g'riligini isbotlaydigan isbotlar emas, o'zining nazariyasining xato ekanligini isbotlay oladigan isbotlar bo'lsa, alohida qiziqdi. Shunga turmushda biz ba'zida o'zimizning ko'z qarashlarga inkor qila oladigan, qarshi bo'lgan fikrlarni intan so'g'oqonlik bilan to'xta, mushimi bir to'g'rilab qolmasin degan holatni ko'rsak, ondan mingida yurish bo'ladi, yurish anonda ekan odam nima qildi desa, olg'a siljitilgan gap.